Assalomu alaykum. Xayrli kun, aziz qalbi nurlilarim, o'quvchilarim. Hm, Endi buyog'iga manimcha hech kim o'lchov tashamasa kerak. Bugundan darsni o'tiramiz, andaza qurishni boshlayveramiz. Bismillah deb hammamizga, hammanglarga manfaatli bo'lsin, menga ham hammamizga Alloh manfaatli qilsin. Robbi zidni ilman, amalan mutaqabbalan. Mana bugungi o'tadigan darsimiz mana shunaqangi asos andaza quramiz. Bularni birdan boshlab men sizlarga o'rgataman. Aslida Müller andazasi etakgacha bo'ladi. Men etakgacha o'rgatishni xohlamadim, chunki o'zim ham shuncha yildan beri videoda sizlarga 7 yil degan edim. 7 yil emas ekan, daftarimni ochib qarasam 2017-yil o'rgangan ekanman. U hozirgi kunga hisoblaydigan bo'lsak, necha yil bo'ladi? 9 yil bo'ladimi shunda? 9 yil bo'pti o'rganganimga. Shu paytgacha mana 9 yildan beri etagigacha andaza chizmaganman hech ham. Chunki birinchidan vaqt ketadi, qog'oz ketadi. Uni materialga chizib materialda kesib tashlasa ham bo'ladi. Men aslida beligacha chizaman andazalarni. Hattoki bo'ksani ham olmayman. Bo'ksani endi boshlayotganlar olsa bo'ladi. Men endi 25 yildan oshiq tajribam borligi uchun individualniy andazani beligacha chizaman. Bu yog'ini materialga chizib bichib yuboraman. Xo'p. Endi boshlaganlarga bo'ksagacha o'rganganinglar yaxshi. Bo'ksagacha idealniy qolipdek bo'lib turadi. Bu yog'ini bundoq qilib etakni chizib yuborsa bo'ladi. O'shaning uchun Müllerni tushunadiganlar, voy bu Müllermas ekan deb savol tug'ilib qolishi mumkin-da, nimaga etagigacha emas deb. O'shaning uchun oldindan ogohlantiryapman. Bunda ham ozgina o'zgarish bor yelkasida. Chunki yelkasi Müllerni andazasida g'arb ayollariga moslashganda, g'arblilarning yelkasi keng bo'ladi. Bizda sharq ayollarini yelkamiz kichkina, belimiz kalta, beldan bo'ksagacha bo'lgan uzunliklar ham g'arblarnikiga o'xshamagan bo'ladi qomatlar. Mana Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston deysizlarmi, Xitoy, Koreya, biz sharq mamlakatlari hisoblanamiz. Mana biz sharq mamlakatlari ayollariga Müllerni andazasi yelkasini kattaligi faqatgina to'g'ri kelmay qoladi. O'shaning uchun men bu yerda A ni kiritganman. Yelka uzunligini. O'z-o'zidan bu narsa oldi tomonga ham ta'sir qiladi. Xo'p, qolgan joylari hammasi o'sha Müller'dagi. Faqat to'g'ri u sizlarga yana tablitsa tashlab beraman. O'sha tablitsaga mos kelmaydi biz sharq ayollarining o'lchamlari. Nimaga tablitsada boshqacha, nimaga bizada boshqacha degan narsa savollar tug'ilmasligi uchun oldindan ogohlantiryapman. Keyin Sherina Sheya Zadi bor-ku, hisob-kitob orqali topganimiz. Proyma kengligini topgan edik mana biz. Mana bu yerda. Proyma kengligini topgan edik. Hisob-kitob orqali bo'yin kengligini topgan edik. Mana bu narsa ham bizning sharq ayollariga mos emas. Buni ham DTP 1-2, DTP 1, B2, B1 nimaga o'lchandi degan savol berishgan edi. Bitta qizimiz bergan edilar. Mana shu bizga kontrol uchun kerak bo'ladi. 6.6 bo'yin kengligi bizning sharq ayollarida bu narsa to'g'ri kelmay qoladi. Shuncha yillik tajribamdan kelib chiqib bemalol ayta olaman. 6.6 46-razmer bizdagi sharq ayollarining 46-razmer ayollarga 6.6 bo'yin kengligi kichkina. Hech bo'lmasa 7 bo'lish kerak, eng kamida. Bo'yni ingichka deganda. Bizning ayollar ko'proq bo'yni yuqoriroq hisoblanadi. Xo'p, andazamizni qanaqaligini qisman bo'lsa ham tushundinglar degan umiddaman. Endi andazani chizishni boshlaymiz.